Hürmetlik vatandaş leksiyaları davamlaştırmaz. Bugünkü saat 2020 yıl 5. ayının 13. günü. Haftaga cuma. Yukarı leksiya yoki yukarı maqalaning davomi. Bu doklad mundaq oshkorildi, yuqorida berilgan doklad mundaq oshkorildi. Jungoda kam deganda 173 tibbiy davolash organlarida ichki a'zolarni yo'tkash operatsiyasi olib berildi. 2000-yildan keyin Jungoda ichki a'zolarni ko'chirish yo'tkash miqdori tezlik bilan o'rladi. G'arbiy Janubiy Jungoda harbiy tibbiy universitet tashqi kasallar doktori bu sur'atni tasvirlab, yomg'irdan keyingi bambukdek o'sdi, o'rladi deb ko'rsatdi. 2000-yildan 2004-yillar oralig'ida Jungoda ichki a'zolarni kesib olib yo'tkash operatsiyasi 5 hassa o'rladi. Jigarni kesib olish yo'tkash operatsiyasi 20 hassa o'rladi. Yurakni kesib olib yo'tkash operatsiyasi 10 hassa o'rladi. O'pkani kesib olib yo'tkash operatsiyasi 35 hassa, kechiringlar, 25 hassa o'rladi. Jungoda odam badanidan jigarni kesib olib ichki a'zoga yo'tkash 24 soat bilan 27 soat vaqt ichida jiddiy yo'tkash bilan olib berildi. Biroz qiling. Nerede tayyor turibdi yurak, nerede tayyor turibdi o'pka 24 soat ichida. 27 soat ichida yo'tkab bo'ldigan, kesib bo'ladigan o'pka, yurak, jigar nerede tayyor turibdi? Savol qo'ying vatandosh. Bu Jungoda qon tarkibi bilan ayrilgan tirik jigar ishkiloti borligidan kasalning ehtiyojiga qarab ta'minlashga bo'ladiganligidan darakbar. Ya'ni bir anla vatandosh. Ichki a'zoga yo'tkash 24 soat bilan 27 soat oralig'ida jiddiy yo'tkash bilan olib berildi. Yoki bir necha kun, bir necha hafta saqlashga to'g'ri keldi. Bu ish Jungoda qon tarkibi bilan ayrilgan tirik jigar ishkiloti borligidan kasalning ehtiyojiga qarab ta'minlashga bo'ladiganligidan derak ber. Mustaqil tekshirish organlari Jungoni sud qilish, ya'ni Jungo tribunal munda ko'rsatgan edi. Ichki a'zolarni kesib olish, Jungo ichki a'zolarni elib setish bozorida 1 milliard dollar kerim qilib, Jungo fuqarolarini va chet elliklarni jalb qildi. Anglashlarga qaraganda bir tal jigarning bahosi 160 ming dollar. Bir tal odam jigarining bahosi 160 ming dollar. Jungoda ichki a'zolarni ko'chirishning tezlik bilan ko'payishini tushuntirish oldingi turoqsiz bo'ldi. 2006-yildan burun ichki a'zolar faqat o'zlari xohlab taqdim qilganlardan keladi. Ondan keyin ichki a'zolarni kesib olish o'lim jazosi berilgan kishilardan keladigan bo'ldi. Jungoda adliya islohoti elib berilib, ölüm cezası beriladiganlarning soni ozayishga boshladi. Doiralar 2015-yildan boshlab ölüm cezası berilganlarning ichki a'zolarini kesib olishni bekor qilgandan keyin fuqarolar o'zi xohlab ichki a'zolarni taqdim qilishni manba qildi. Davlat Majlisining nufuzli arbobi kesimmat mundaq ko'rsatdi. Nayt zor ichki a'zolarni kesib yo'tkashning ko'lami Jungo Kompartiyasi yuqori qatlamining siyosat bilan qo'llashidan ayrilmaydi. Ichki a'zolarni kesib olib yo'tkaydigan bu g'oyat zo'r qurilish aslahalari va odamlarni sarflash burunla Jungo ishlatgan o'zi xohlab taqdim qilish sistemasidan qaraganda bu sistemaning yovuzligi allaqachon
suiqasd bilan planlangan. Bu adam öldürüş əsləhələri güya Cungoda yuqarı qatlamla qollışığı ilişkən deb görsətdi. Keresime. Robinson tədqiqat ordu mundaq görsətdi. Cungo Kompartiyası əzalarını kesip alıdığan obyektlər. Al əhval etib gəlgən ərzdarlar ve tilemçi kembeğelle divanılar öz işgalıdır. Vicdanlık cinayetçilerini asas kılıdır. Cümleden Falun Gompis'in azaları ve Uygurlarını öz işgalıdır. Dikkat vatandaş. Robinson tədqiqat ordumunda görsət, Cungo Kompartiyası işki azalarını kesip alıdığan obyektlər. Al əhval etib gəlgən ərzdar tiləmçi divanılarını öz işgalıdır. Vicdanlıq cinayetçilərini asas kılıdır. Cümleden Falun Gompis'in azaları ve Uygurlarını öz işgalıdır. Devlet Meclisi'nin nüfuzluq erbabı kerisimiyyət mundaq görsətdi. Delilleş ki azalarını kesip yetkəş operasiyasının miqdarı qısqa vaxtını saklap duruş həmmisi nait eniq görsətdi ki Cungoda işki azanı tirik adamlardan kesip elinidir. Cungoda işki azalar tirik adamlardan kesip elinidir. Ula xuda hayvanlara kılınğan muamelega oxşaş muamelega uçraydı. İşki azalar kesip elinğiçe en ahırkı bir tiniqi kaldırılıdı. İşki azaları kesip elinğiçe en ahırkı bir tiniqi kaldırılıdı. Sual koyan Uygur. İnsanı məskır kıldıgan yani bir taraf şu ki itiqad cinayetçileri yani dini itiqad cinayetçileri sağlam ve pakiz turmuş şekli bir şey toxtayla devamını yananlayı sürmet vatandaş.